Nechi pul ekan? Hozir tasavvur narxlar 2-3 ming bo'lgan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nimalar chiqardingiz aka? Bugun cho'ta normalniy klient. Assalomu alaykum qadrli podpischilar. Bugun ana Moshina bozorida biza 26-oktyabr ekan. Mashinalarni polni chiqarganmiz. Ana Santa Fe Sonatamiz savdo bo'lib. 24,5 deymiz, 24,3 deyaptilar. Bugun savdo normalniy cho'ta. Klient ko'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chere oltchamiz kelgan yangi propallari bilan. Hamma ishlari Radno 25 yurgan propanchasi bilan 16 ga beramiz. Sax Pro kelgan, ana buni ham video bo'ling, ana Sax Pro chamiz. 20 yurgan idealni so'zlayni 25 mingga beramiz. Pasport 23. Kabishchalarimiz bor ana. Qani sağ baraka bo'ladimi endi? 14,300 deyaptilar, bizanikilar 14,400 deyapti. Davay ertalab savdo bo'lsinglar. Ana. Ama qolgan Ravshanaga beradi. Ana baraka bo'ldi. Bo'ldi mazzaga. Baraka bo'ldi. Altanashi nimasi bor-ku? 14,300 ga baraka bo'ldi sanatda. Birinchi mashinamiz baraka bo'ldi mashina bozorda. Yana daxoy assortiment chiqarganmiz. Cabbage, Tower, Santa Fe. Mana bir 70 chamiz ham mana savdo bo'lib o'tiribdi. Qani nechta mashina beramiz? Общий сложности 4 ta mashina chiqarganmiz. Ko'ramiz ana. Towerimiz baraka bo'lyapti почти. Jilonchamiz bor. Propallar bilan. Havollarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Tracker so'raganlar uchun 3 ta tracker qarasdan chiqarib qo'ydik. Hammasi Radno. Mana LTZ disklarmi, Premiermi, hammasidan bor. Ha to'g'ri. Equinox chiqardingizmi? Ayting, qani narxini yil nechi buni? 21. 21. Radnoymi? Rad. Probeg 18 ming. nechi pulga beramiz bizdan podpischilarga? 25 ming beramiz. Qimmatku. 23,5 deb bering buni. 24 gacha? 25. Propan qo'yilgan bo'ldi. 500 ham o'tarsiz yo'qmi? Equinox yomon narxini bo'lib bilmayman. 21 chan 25 ga beraman deyapti propallar. Yomon ko'tardi bu mashinalar. Nima mashina obzor qilamiz podpischilar uchun? Arizochani qilamizmi? Ana Arizocha 24 ekanmi? Bu 24 mi 25 mi? 24 ana. Metallar ham qo'yilgan ekan. Nechi pulga berasiz buni? Realni 16,5 ming dollar. 17 ga beraman debdi. Arizocha. Bizda arzonchi bacha ekanmiz-ku. Arzonchi abu deb qo'yamizmi kanalimiz o'tini? Nima deysizlar? Yana bitta Cabbage ana. Spice ekan, propallar bilan. Benzin ekan. Tilan diska. Mana G-Tower 90 plus biz ham reklama qildik. Bugun bozorga chiqdi. Propallar bilan 23 cha Radno. Nechi pulga berasiz to'g'rimi? Zam podpischilar uchun nechi pulga berasiz sana? YouTube'dan kuzatilib. 24 ga G-Tower 90 plus hamma ishlari qilingan. Hamma o'z havasida bor ekan. Tonirovka, diska balon, mes, hadovoy. Ko'ruvdik mashinani. Zo'r. 18 yil ruxsati bor ekan tonirovkaga. Ana havolchani obzor qilamiz. Keling. Captiva 5 da shuni ham sotiladi. Ana beri ana havolcha chiqibdi. Umidjon. Kelinglar. Nechi pulga berasizlar endi havolchani? Kelishtirib beramiz. 24 bezluk ekan, ha? 24 bezluk 10 mingta yurgan propanlari bilan. Nechi pulga beramiz podpischilarga? 19 mingimiz kelishtirib beramiz obunachilarimiz uchun. Podpischilarga nechi pulga aytaylik, tamam? 18,5 ga havol beraman debdilar, M6. Umid kimdan bu Equinoxlar? Yo'qlar-ku. Mana bu yerda dashing chiqdi, keling. Ha, davay. Assalomu alaykum. Video qilaylikmi? Qat. Nechi puldan berasiz? To'g'ri, bular yil nechi bular? Bu 22. 22-yil. Ha. Radno Radno 28 ming yurgan. 28 yurgan. Nechi pulga beramiz benziniga? 28. 28 mingga. Savdosi bordir yana 1-2 so'm.
kelsa savdo bo'ladi-da. Bunisi-chi, nomeringizni ham aytib qo'ying videochilarga. Nomeringizni ham ayting videochilarga. Ha, Telefon qiladi. 93lik 93lik 960 20 40. 960 20 40. Ana Jeka Sveti ham bor ekan. Bunisi 21. 21. Pulichi? Propan gazi bor. Gazi bor ekan. Radnoy, Radnoy. probeg, 90 ta probegi. qo'yingiz nechi? 25 ming. 25 ekan qo'llari. Telefon qilaverasizlar. Oxiri 25. Dashingni qichig'i chiqdi-da bu. Eng fulchasi ekan. Bir oltilik o'sha gitarasiga skorosti. Shurga necha pulga beramiz buni? 21,5 ga beraman, yana xayrga o'tib beraman deyaptilar. Nomeringizni ayting, 90lik 512 77 11 telefon qilasizlar. Dashing bir oltisi. 34 ming ekan probegi. Sarento bizdan ko'pchilik so'raydi. Ana bozorga Sarentoni qurollari bu, o'zi Sarento chiqaradigan akalarimiz bu. Ana ikkita chiqaribdilar, bitta emas ikkita, bittasi propan, bittasi benzin ekan. Bu radnoy to'g'ri bular. Yillaricha ikkovini ham. Ikkovi ham 22 ekan, 7 o'rindiqlik ekan ikkovisi ham. Qaysiga propan? Bunisi propan. 24 ming probeg, 28 ming probeg. Bularni podpischkalar necha puldan beramiz realni to'g'ri? Bizga programma shart emas. Shunday. 35,5. Ya'ni 35 dan mana beraman deyaptilar. Nomeringizni ayting. 91 222 22 28 telefon qilaverasizlar. Buxoro mashina bozori eng zo'r mashinalar shu yerda.